Yurtimizda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash davlatimiz siyosatining ustuvor masalalaridan biridir. Bu esa moliya va bank muassasalari oldiga qator vazifalarni qo'yadi. Xususan, O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyati ham bu borada ishbilarmonlarga ishonchli moliyaviy hamkor sifatida faol ishtirok etib kelmoqda. Bank tomonidan Jizzax viloyatiga tashkil etilgan press turda bankning moliyaviy ko'magidan foydalanib kelayotgan qator tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan yaqindan tanishish imkoniyati yaratildi. Jizzax tabiiy boylik va iqtisodiy salohiyat uyg'unlashgan hudud. O'ziga xos jozibadorlikka ega viloyatlardan biridir. Biznes, texnologiya, sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm va investitsiya hududning iqtisodiy infrastrukturasini qayta yangilamoqda. Eng asosiysi rivojlantirmoqda. Press turning ilk lokatsiyasida yo'lga asfalt, bitum yotqizishda foydalanadigan texnikalarni ta'mirlash sexi, Nurli to'lqin korxonasi faoliyatini o'rgandik. Xorijiy texnologiyalar quvvatidan samarali foydalanib kelayotgan korxona viloyatda, balki respublikada yetakchi o'rin tutadi. Hozirgi kunda tadbirkor ishga tushirgan korxonada 450 nafar kishi doimiy ish bilan ta'minlangan bo'lib, mazkur sexda zamonaviy standartlar asosida ish yo'lga qo'yilgan. Yangi qurilgan avtogarajimiz 2025-yil fevral oyida ishga tushdi. Zamonaviy qurilgan, inson omili kamroq ishtirok etadi, avtomat ishlarni ko'prog'ini bajaradi bu yerda. Garaj qurilganga qadar 60-70 ta xodim ishlagan bo'lsa, hozirgi kunda yangi garajimizda 140 dan ortiq xodimlar ishga qabul qilingan. Ishning sifati oshgan sayin talab ko'payib boryapti. Firma tashkil qilingandan buyon Jizzax viloyatining Milliy bank filiali bilan faoliyat olib borilyapti. Talab bo'lgandan bizga darhol kredit mablag'larini ajratishga juda katta yordam berishadi. 2025-yilda 100 dan ortiq texnika sotib olindi. Oxirgi marta 25 ta Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan Hova T9 modelli texnikalarimizni sotib olishda 25 milliard 77 million 500 ming so'm kredit mablag'i ajratilgan. Bu ham ish samaradorligini hajmini oshishiga katta yordam beradi. Navbatdagi manzil Jizzax sanoat zonasida joylashgan ultrabeton korxonasi bo'ldi. Ultrabeton bu beton ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyasini qo'llash natijasida olingan tabiiy toshni eslatuvchi mustahkam qurilish materialining bir turi. 2021-yil Milliy bank bilan hamkorlikda faoliyatimizni boshlaganmiz. Dastlab 20 ta 25 ta xodimlar bilan ish boshlagandik. Bugungi kunda qariyb 180 dan ortiq ishchi xodimlarimiz bor. Birinchi ish faoliyatimizni boshlaganimizda faqat beton qorishmalarini ishlab chiqarib sotardik. 2024-yildan boshlab turib temir beton mahsulotlarini ham ishlab chiqarishni boshladik. 2024-yilda Milliy bankda o'zidan 7 milliarddan ziyod mablag' oldik. Bu texnologiyalar sotib olish uchun olingan. Ishlab chiqarish hajmimiz yildan yilga oshib bormoqda. 2025-yil Milliy bankdan yana aylanma mablag'larimizga kredit mablag'lari oldik. Milliy bank bilan hamkorligimiz yaxshi davom etib kelyapti. Har qanday loyihamiz bo'lsa, Milliy bank bugungi kunda qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Asosiy faoliyati paxta tolasidan ip-egru, tikuv, trikotaj va tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'lgan Sharof Rashidov nomidagi to'qimachilik kombinati O'zmilliybank moliyalashtirib kelayotgan yana bir samarali loyihadir. Hozirda korxonada 300 nafar ishchi faoliyat yuritadi. Kombinat to'liq holda ishlashni boshlasa, 800 nafar ishchi xodimni jalb etish imkoniyatiga ega ekanligi ta'kidlandi. Ayrim sabablarga ko'ra ro'yxatlar to'xtab qolgan korxonamiz prezidentimizni tadbirkorlarga bergan imkoniyatlarni, qarorlarni farmoyishlarga inobatga olgan holatda hozirgi paytda 100% quvvat bilan ishlashni boshladi. Ishlab chiqarish jarayoni ikki bosqichdan iborat. Birinchi jarayon paxtadan kalabobgacha bo'lgan jarayonni olsa, ikkinchi jarayonimizda bu tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Hozirgi tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun asbob-uskunalarimiz xarid qilinyapti. 2026-yilda ikkinchi chorakida ikkinchi bosqich ishga tushish arafasida 30 million yevro asbob-uskunalarga xarid uchun Milliy bankdan kredit mablag'lar olingan bo'lsa, 5 million dollar aylanma mablag' uchun pul ajratilgan. Mablag'lar samarali foydalanib 100% ishlab chiqarish jarayonlariga sarflandi. Kelajakda Milliy bank bilan hamkorlikda ishlab, loyihalarimizni kengaytirish niyatimiz bor. Ikkinchi bosqichda ishga tushirganimizdan keyin yonimizda 240 o'rinlik sog'lomlashtirish poliklinikasi, xodimlarni o'z vaqtida sog'lig'ini tiklab turish uchun, undan tashqari farzandlarni maktabgacha ta'lim muassasasiga joylashtirish uchun 200 o'rinlik maktabgacha ta'lim muassasasi qad rostlayapti. Davlatimiz rahbarining 2023-yil 16 fevraldagi jamoat transport tizimini isloh qilish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mamlakatimiz transport tizimini taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Qaror asosida tizimni modernizatsiya qilish, aholining jamoat transporti qatnovlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq ta'minlash, uning qamrovini kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Jarayonda O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyati yetakchi moliyaviy sherik sifatida faol ishtirok etmoqda. Prezidentimizning 59-sonli qaror doirasida jamoat transportini boshqarishda mutlaq
mutlaqo yangi yondashuv. Brutto shartnoma tizimi joriy etildi. O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyati ushbu loyihani amalga oshirish uchun transport korxonalariga imtiyozli kredit ajratib kelmoqda. Ushbu mablag'lar hisobiga bugungi kunda avtobus parklari yangi, zamonaviy, xavfsiz, qulay va ekologik talablarga javob beruvchi transport vositalari ta'minlanmoqda. Xususan Jizzax shahrida ham bu borada samarali loyihalar ishga tushirildi. Bizning kuch MCHga 30 dona yuton rusumli avtobus sotib olinishi uchun Xitoy yuanida imtiyozli kredit ajratildi va hududda ikkita yangi yo'nalishda jamoat transportlari harakati yo'lga qo'yildi. Faoliyatimizni taksi faoliyatidan boshlaganmiz, keyin qo'shimcha mikroavtobus olganmiz, turizm avtobuslarini oldik. Brutto shartnomasi asosida shahar transporti bo'yicha yangi yo'nalishlar ochildi. Biz 30 ta yuton rusumdagi avtobuslar xarid qilish uchun Milliy bankning kredit mablag'idan foydalandik. Loyiha 2 million 700 ming dollar. Shundan 85% Milliy bankniki, qolgani o'zimizning hisobdan. Bu loyiha bilan 35 ta qo'shimcha ish o'rni yaratildi. Press-turning so'nggi manzili Jizzax shahrida faoliyat ko'rsatayotgan zamonaviy xususiy maktab bo'ldi. 632 o'ringa mo'ljallangan ta'lim muassasasida ayni paytda 50 ta ishchi o'rni yaratilgan bo'lib, o'quv mashg'ulotlari o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boriladi. Milliy bank bilan 2 yildan beri hamkorlik olib boramiz. 6-yil o'quvchilarni qabul qilyapmiz. Talab katta juda ham. Bu yil 6 ta birinchi sinf ochganmiz. Maktabimizni faoliyat kengayotganligi sababli jihozlash uchun 1 milliard 300 million so'm kredit olganmiz. Hamkorligimiz yanada davom etib, o'tgan yili ham 300 million so'm yana jihozlashga oldik. Kelgusida shu maktabimiz qo'shida maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil qilmoqchimiz. Chunki talab katta. Hozirgi kunda yana kelajakda endi buning uchun albatta Milliy bankka yana murojaat qilamiz. Ular bilan hamkorligimizni davom ettiramiz. O'zmilliybank aksiyadorlik jamiyati xizmatlar sohasidan tortib kichik va o'rta biznes, sanoat, qishloq xo'jaligi, zargarlik, yoshlar tadbirkorlik, shuningdek, davlat dasturlarini moliyalashtirishdan hamda tadbirkorlar qatlamini qo'llab-quvvatlashdan doim manfaatdor. Boisi yurt ravnaqi, mamlakat taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik bank maqsadi bilan mushtarakdir.